Yo'q, uyqum kelmayapti. Jin ursin. Kechasi bilan uxlay olmay chiqdim. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Drix va uxlay olmayotganim sababi shundaki, mana shu uyimni tagida qanaqadir kalamushlar paydo bo'lganmi, ertalabdan kechgacha qanaqadir qitir-qitir qilgan ovozlar chiqadi. Kimdir kovlayotgandek, lekin kim kovlashi mumkin uyim tagida? Axir u yoqda shundoq ham podval bor, kattagina podval. Podval emas, shunchaki yer kovlangan va mashinam o'z joyida. Hech kim o'g'irlab ketmadi. Bu safar shunisiga ham rahmat. Ha, mayli do'stlar, ferma bilan shug'ullansak shug'ullanib qolaylik hozir. Tak. Qani endi janob Berni yoniga boraylik-chi, nima qilyapti ekan? Bizga topshirig'i bormikan? Agar topshirig'i yo'q bo'lsa, ferma bilan bajaramiz, kunimizni o'tkazamiz demoqchi edim. Oppa! Salom janob mer. Salom Drix. Menga topshiriq bormi? Shu fermang bilan shug'ullanaver. Bo'ldi keyin. Mayli janob mer, siz nima qilyapsiz? Men ham qarab yuribman fermalarga. Bo'pti. Balki biz ham sabzi ekarmiz. Yo. Sabzi mana bu yerda bor. Kartoshka kerak bizga. Ha, to'g'ri aytasiz, kartoshka. Chunki kam bo'lmaydi. Bizga juda ham ko'p kartoshka kerak do'stlar. Iloji bo'lsa yana 4-5 ta shunaqangi fermalar qurib olsak yaxshi bo'lardi. Ammo mayli, hozircha shunisi ham yetadi. Lekin baribir ham uyim tagidagi kalamushlardan qutulmasam bo'lmaydi. Umuman uyqu berishmay. Tak, stop, bu kimniki bu? Nima chol? Stop, tushunmadim. Qanaqadir chol uyimni tagida yuribdi. Lekin nima, balki qandaydir shaxtyor bo'lish, shaxtada. Ha, do'stlar, uyim tagida shaxta bo'lishi ham mumkin. Balki umuman taks nima? Bu yerda yo-mayo, nima deyishni ham bilmay qoldim. Kimdir uyimni tagida uy quribdi. Qanaqasiga, nima uchun? Bu yerda tosh. Bu yerda ham tosh, kravat, lampochka, anarog'i chiroq. Ha, o'chib yonida. Tushunmadim, qanaqasiga meni uyimda elektr energiyasi yo'q, tok yo'q, bu yerda esa yonib turibdi. Va qanaqadir qorong'i tunnel. Va burilib ketgan ekan. Yo do'stlar, oxirigacha borishni istamayman. Kim biladi u yerdan nima chiqib kelishi mumkin. Xo'sh do'stlar, aytmoqchisizlarki, qanaqadir chol shularni hammasini qilgan. Nima uchun uyim tagida yashamoqchi bo'lgan? Bunaqangi zo'r narsalar qurishni bilsa nima qiladi? Uyim tagiga o'tib olib, bemalol tepadan uy qurishi mumkin axir. Xo'sh, qani? Tak, stop, bu narvon. Tak, sekin. Kimdir ovoz keldimi? Tushunmadim. Kimdir yo'talgandek bo'ldi, shunchaki aks sado bo'lib qaytib keldi kimdir ovozi. Nahotki u tarafdan. Yo-mayo. Salom nabiraginam. Qanaqa nabira? Men sizni nabirangiz emasman. Menga uy qurib bera olasanmi? Uy? Ha, oppa, har xil joylardan noto'g'ri uylar qurgani uchun uy qurib beruvchiman. Ha, to'g'ri manzilga keldingiz. Men sizga uy qurib beraman, chol bobo. Ajoyib bo'ladi. Men shunga ko'zim yaxshi ko'rmaydi, qura olmayman, afsuski. Shuning uchun mana shu yerda yer tagida yashayman. Mana bu yerda esa chiqishimiz mumkin. Chiqishimiz? Mana shu joyni ko'rganim do'stlar, narvon tepaga chiqsak, hozir ikkita uy orasidan chiqamiz. Mana. Men hozir daraxt chopib kelay, nabiraginam, sen uy qurib tur bobongga. Xo'p, bobojon, siz bemalol daraxt chopib kelavering. Men shu yerda bo'laman. Bo'pti. Uying qaysi? Xullas. Yo-mayo. Siz qilavering hamma ishingizni. Bo'ldi ketdi do'stlar. Hozir uyim qayerdaligini qanday tushuntirishni bilmayman, chunki bizni qishloqdagi uylar raqamlanmagan. Agar qishloqqa kirishdagi uy desam, qishloqqa kirish ikkita. Qaysi deb so'raydi, agar bilsam, umuman qishloqda kirishlar bormi, yo'qmi? Mayli do'stlar, juda ham qarri odam ekan. Yordam bersak bera qolaylik. Xo'sh. Qani bu yerda nimalar bor? Toshdan do'stlar juda ham yaxshi narsalar qursak bo'ladi. Shuning uchun ham toshni olamiz. Bu yerda yana tosh, hamyoq tosh bo'lib yotibdi. Axir shuncha shaxta kavlagan yer qayerda ekan? Qiziq, shaxsiyor jitelga bergan bo'lardik. Mana bu yerdan chiqa qolaylik, chunki hozir tagimga blok qo'yib chiqishni istamayman. Xo'sh, uyni qayerdan qursak bo'ladi? Balki o'zimning uyimni yonidan qursam-kin, menimcha mir. Hoy, qachon shug'ullanasan ferma bilan, Drix? Menmi shug'ullanaman? Bo'pti, mayli, men esa seni qadar beribman. Xavotir olmang janoblar, hammasi bo'ladi. Yo-mayo, ferma qolib ketdi-ku. Mayli, mana bu cholga uyni qurib bersak qurib beramiz, lekin avvaliga fermaga qarash kerak, chunki o'zimizni ishimiz muhimroq. Xo'sh, mana buni olamiz matigani va ketdik. Biz ishni boshlashimiz kerak. Biz eng zo'r fermerlarmiz. Tak, qanday hammasini olib terib olaylik-chi, birin-ketin to'xtamasdan do'stlar. Davay, yaxshi. Ajoyib. 3-chi qatorni olib tashlaymiz va nihoyat 4-chi qatorga keldik. Yaxshi, yana xuddi shuncha qoldi, lekin bir necha daqiqada uddalaymiz. Qaysi uddalamasligimiz ham mumkin. Yo-mayo, ezib yubormay, uddalamasdan shunchaki keyinga qoldirishimiz mumkin. Xo'p, mayli, keyinga qola qolsin. Mer qaraydi, ko'radi. Yo'q, mer uyda emas ekan shekilli. Mayli, bu buni bemalol qurishimiz mumkin. Bu yerdan hozir o'tlarni olib tashlashimiz kerak. Bizga shunchaki qaraq berishadi va bloklarni shiftdan o'tib qo'yib yuborishimiz mumkin. Shunga birdaniga maydonimizni tozalab olamiz. Bo'ldi. Bu yerda maydon toza va bizga boshqa hech narsa xalaqit bermaydi. Tak, ket bu yerdan. Yaxshi. Endi esa
Asta sekinlik bilan toshlarni qo'yishni boshlaymiz va uy quramiz. 1 2 3 1 2 3 yaxshi 4 5. Tak, mana shunaqangi kattalikda bo'lsa bo'ladi. Unchalik katta bo'lsa ham to'g'ri kelmay qolishi mumkin bloklarimizni ko'pligi va uyni kattaligi. Tak, bu yerdan olib tashlaymiz chunki kirish shu yerda bo'ladi. Hop, mayli. Endi kelinglar uyni qurishda davom etamiz. Derazalarni qo'yishni boshlaymiz va bu yerni yopamiz. Chunki uy mustahkam bo'lishi uchun mana shunday devorlarni, burchaklarini 3 talik qilib quramiz. Tak, qani kelinglar bu yog'ini ham. Yo-mayo. Tak, bizga birorta ham blok ortiqcha sarflanmasligi kerak. Chunki biz do'stlar juda ham ekonom qilib ishlatamiz. Shunda uyimiz ixcham, chiroyli va mustahkam bo'ladi. Qishda ham sovuq bo'lmasligi kerak, chunki bizni mana shu yashab turgan qishlog'imizda gaz yo'q, ko'rib turibsizlar. Meni uyimda ham svet yo'q, lekin podvalda qandaydir qilib chiroq yonib turibdi. Buni choldan so'rash kerak, qanday qilib bunaqangi sehrlarni qilyapti ekan. Xo'sh, qani kelinglarchi bu yerlarni ham yopib chiqamiz va bo'ldi. Mana shu yerdan kiramiz. Bu yerda derazalar bor. Qani kelinglarchi qo'yamiz mana va bu yoqqa. Ajoyib. Kelinglar endi bu yoqni yopamiz. Bu yoqqa yetsa kerak va mana ajoyib. Afsuski yetmay qoldi. Boya ana bu yerda ortiqcha sarflaganimiz. Ha, bittagina ortiqcha sarflanmasa, как раз yetardi. Ha, mayli, nima ham qilardik. Keyinchalik bir joydan qum topib kelib to'g'rilab qo'yaman. Hozircha esa do'stlar qani, tak, menga kerak bo'ladi. Stop, lopatka yo'qmi menda? Qanaqasiga? Yoki yo'qotib qo'ydimmi? Yoki umuman yo'qmi? Esimda ham yo'q. Ha, mayli, tak, sekin korobkalar sinib ketmasin og'irligim ostida. Xo'sh, mana bu yerdan olishimiz mumkin. Do'stimiz qarshi bo'lmaydi. Baribir ham unga ancha-muncha yordam qilganmiz va shaxtaga har doim ketayotgan vaqtida ozgina kartoshka berib yuboraman. Ochlikdan o'lib qolmasligi uchun. Qani kelinglar, endi hammasini olib tashlaymiz. Bu yoqqa men do'stlar g'isht o'rnatmoqchiman. Menimcha yetib qolsa kerak. Qancha g'isht qancha edi o'zi? Bu yerda tosh qancha, buni hali bilmadim. Menimcha yetmasa kerak. 38 ta, 34 ta. Yo-mayo. Umid qilamanki yetadi. Yetmasa nima ham qilardik? Boriga shukr qilamizda. Tosh qo'yib yuboramiz. Istalgan noaniq holatda tosh qo'yib yuborishi mumkin va yetmadi. Chin ursin. 3 tagina ya. Bo'pti, nima ham qilardik? Omadimiz kelmadi, yigitlar. Bo'ldi, bu yer ajoyib. Endi mana bu yerni qo'yamiz va tepaga zina orqali chiqib yopib tashlashimiz mumkin tomni, chunki axir kim ham ochiq osmon ostida quyoshni issiqda yashashni istardi. Hattoki mana bu uyda ham bor, kartonli uyda ham bor, tom bu yerda ham bo'lishi kerak. Hattoki toshdan bo'lsa ham, tosh juda ham issiq. Shuning uchun ham uylarning tepasiga bizda yog'ochlar qo'yib tashlashgan qishlog'imizda ko'rib turganingizdek. Bu yer esa juda ham issiq bo'lishi aniq. Mayli, keyinchalik almashtirib berishi mumkin yoki o'zi almashtirib olar chol. Buni bilmadim-da. Yo-mayo, buni olib tashlashimiz kerak. Yaxshi. Yopamiz, qo'yamiz, yana qo'yamiz, qo'yib tashlashimiz kerak. Tak, davay. Bo'ldi, toshlar o'z joyiga qo'yilyapti. Bu yer yetmay qoldimi? Ha, yo'q, yana 64 ta bor ekan. Yaxshi. Agar yana bir stak bo'lmaganda, hozir shaxtaga borishimga yoki yana do'stimdan olishimga to'g'ri kelardi. Mayli, bu yerlarni ham hozir olib tashlaymiz. Ajoyib, zo'r. Endi bu yerga bemalol kirish mumkin. Mebellar qayerda qoldi? Yo-mayo, mebellarni olish kerak. Chin ursin, ha, mayli. Endi ikkita yasashimga to'g'ri keladi, shisha. Bo'pti. Bu yerga mebellarni olib kelamiz endi. Qani, olg'a do'stlar. Ha, yo'q, bu yerdan tushmayman o'zim uyim tagidan. Yaxshisi, mana bu yerda ikkita uyning orasidagi tunnel orqali tushaman. O'z tunnelni ham yopib tashlash kerak, chunki bu yerda yurish hech kimga kerak emas-ki. Jitellar tushib ham ahmoqqa o'xshab, bu yerda yotadigan joy bor ekan deb o'ylashlari yoki mana bu yerda umuman bilmadim, tungi klub ochishlari mumkin, chunki jitellarni qo'ldan keladi. Ular aqldan ozishgan. Tak, menimcha shu yetsa kerak bizga. Buni ham olamiz, hammasi kerak bo'ladi. Qayerdan bunaqangi mebellarni topdik ekan? Qiziq. Menimcha bunaqani faqatgina maxsus verstakda yashasa bo'ladi. O'zimizni oddiy mana bunaqangi verstakda bo'lmaydi. Shuning uchun ham bilmadim, yoki sotib olgan chol yoki qo'li gul usta. Xo'sh, qani gilamlarni ham terib olamiz. Bo'ldi, fakellarni ham olib tashlashimiz kerak, chunki hech kim bu yerda yashamasligi kerak. Bu yer qop-qorong'i bo'lishi kerak. Ajoyib. Agar iloji bo'lsa, shaxsiy do'stimga Jeysilga aytaman, bu yerlarni kum tashlaydi, chunki nima kerak uyim tagida katta teshik va bunaqangi tunnellar va yer qimirlasa, uyim tushib ketadi axir bu teshikka. Men esa bunday bo'lishini istamayman. Shuning uchun ham kum tashlaymiz do'stlar. Qancha kum ham shart emas. Qani edi, yer bormi? Ha, yer bor. Mana shu tunnelga kirishni yopib tashlasam bo'lgani. Qancha jeytlar ko'rgan bo'lsa kerak va tushib ham ko'rishgandir. Yana qaytib tushishlari mumkin. Baribir ham tinchgina ko'mib tashlaymiz. Hozir esa kelinglar mebellarni o'rnatamiz. Hammasi bu yerda chiroyli bo'lishi kerak. Tak, stulni bu yoqqa qo'yam. Nima bo'ldi hozir? Fakel minus bo'ldimi? Ha, mayli. G'alati. Tak, stolni o'rnatamiz. Yo-mayo, mana bunday va chayqaladigan stolni ham o'rnatishimiz kerak. Mana shu yerda turib qolsin, oynaga qarab yoki mayli, stolga qarab turgan bo'la qolsin.
biror nima qo'yishim mumkin. Kitob, noutbukmi? Хотя qariyalar menimcha bunaqangi noutbuk, kompyuter degan texnikani ishlatishmasa ham kerak umuman. Faqatgina yoshlar telefon, TikTok, YouTube, iPhone, Xiaomi va shunaqangi zamonaviy texnikadan foydalanishadi. Qariyalar mana uylarni tagida yashab yurishibdi. Bilmadim nima qilishadi uylarni tagida yashab. Hop, mayli, davay olamiz ikkita sandiq va bo'ldi. Bittasi mana bu yerda bo'la qolsin, bittasi esa eshik yonida va ana shuni ichiga hamma keraksiz narsalarni hozir tashlaymiz. O'zimizniki bo'lmaganlarni. Bo'ldi. Endi ketsak bo'ladi. Tak, yopib chiqamiz mana bularni. Yaxshi. Ajoyib, bemalol borib kelish mumkin endi. Xo'sh. Kartoshkalarni olib olamiz va tepaga hammasini lopatkani hozir qaytarib olib borib beramiz egasiga. Egasi har doimgidek shaxtada va uyda bo'lmasa kerak, lekin uchratib qolsak yaxshi bo'lardi. Menga ozginagina temir kerak edi. Avvalgi qismda temirga ega bo'ldik albatta. Bilsangiz qanday ega bo'lganimizga like bosinglar. Hozir esa shunchaki uyimizga yetamiz. Yana uyqum kelyapti. Nima? Hali ferma bilan shug'ullanishimiz kerak. Endi uyim tagida hech kim g'alati tovushlar chiqarmaydi. Shuning uchun ham bemalol uxlashim mumkin. Kartoshkadan birozgina yeb olay. Qornim to'ydi. Yaxshi, endi birozgina uyqum qochdi. Bemalol ishlashimiz mumkin. Qilichim qanday chiroyli turibdi. Salom chol. Bolaginam, uyim tayyormi seni? Butun qishloq bo'ylab qidiryapman, ha? Ha, mana bu toshli uy. Yo'q, shumi? Ha, Vau! yoqdimi sizga? Judayam vau! Yoqdimi sizga? Ha, zo'rligini-chi. Katta rahmat senga nabiraginam. Bunaqangi uyni kutmagandim. Zo'r. Ha, arzimaydi. Mazza qilib yashayvering, xavotir olmang. Kerak bo'lsa ham bitta qurib berishim mumkin ikkinchi qavatini. Do'stlar, qariyalar xursand bo'lsa juda ham yaxshi. Mayli do'stlar, sizlar bilan men Drix bo'ldim va hozir ferma bilan shug'ullanishimga to'g'ri keladi. Sizlarga esa xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha albatta.